Assalomu alaykum futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazida futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan O'zbek futboli kanali. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Qadrli do'stlar, mana shu kichik mehnatimizni qadrlagan holda ushbu kanalimizga bir dona like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz uchun arzimagan bu ish biz uchun juda ham muhim. Qadrli do'stlar, bizning kanalimizda hech qanday pornografik yoki qimorga targ'ib qiluvchi reklamalar chiqmaydi. Shuning uchun iltimos obuna bo'lib bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang. Biz esa bugungi dasturimizni boshladik. Qadrli do'stlar, diqqat qiling. Bugun juda muhim o'yin bor. Turkiya Kubogida Başakşehir Trabzonsporni qabul qiladi. Bu shunchaki o'yin emas. Bugungi o'yinda Başakşehir nima qilib bo'lsa ham g'alaba qozonishi kerak. Qadrli do'stlar, endi asosiy tarkibni tanishtirishdan oldin bugungi uchrashuvni qayerda jonli efirda ko'rishingiz mumkinligi to'g'risida aytib o'taman. Bugungi uchrashuvni hech qaysi O'zbekiston telekanallari translyatsiya qilishi to'g'risida ma'lumot bermadi. Lekin hech qanday muammo yo'q do'stlar. Ushbu o'yinni bizning Telegram kanalimizda jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Telegram kanalimizga kommentariyada yozilgan ssilka orqali o'tasiz yoki bo'lmasam Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiritsangiz Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, kechki soat 1:00 da bo'ladigan Barselona hamda Atletico Madrid o'rtasidagi o'yinni ham aynan ana shu kanalimizda jonli efirda translyatsiya qilib beramiz. Va endi do'stlar, asosiy xabar. Eldor haqida gapiraylik. Eldor Shomurodov Yevropada o'zini isbotlagan hujumchi. U Italiyada top ligalarda o'ynagan, tezligi, pressing qilishi va katta o'yinlarda sovuqqonligi bilan ajralib turadi. Kubok bahslarida aynan shunday tajribali hujumchi kerak bo'ladi. Eldor maydonda bo'lsa, himoyachilar doim bosim ostida bo'ladi. U asosiy tarkibga tushishga loyiq o'yinchi deb fikr bildirgan Başakşehir saytlari. Bundan tashqari ushbu sayt Abbos haqida ham fikr bildirdi. Abbos Fayzullayev texnikasi, tezligi va kreativligi bilan farq qiladigan futbolchi. U birga bir vaziyatlarda ustun, zarba bera oladi va assist qilish qobiliyatiga ega. Eng muhimi, u o'yinni tezlashtira oladi. Kubok o'yinlarida aynan shunday energiya kerak bo'ladi. Fakt shundaki, Eldor Yevropadagi kuchli chempionatlarda tajriba orttirgan. Abbos yosh bo'lishiga qaramay katta o'yinlarda o'zini ko'rsatgan. Ikkalasi ham milliy terma jamoada yetakchi futbolchilar. Shunday ekan, bugungi murabbiylar ularga ishonch bildirishi kerak deb hisoblayman. Chunki maydonda sifat ham, xarakter ham bo'ladi. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, bugungi uchrashuv kechki soat 22:30 da O'zbekiston vaqti bilan boshlanadi va qadrli do'stlar, ushbu o'yinni Telegram kanalimizda ko'rishingiz mumkin. Telegram qidiruv joyiga Sport Plus YouTube so'zini kiriting va Abduqodir Husanov nomli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. O'tib obuna bo'lib qo'ying. Birgalikda ushbu o'yinni jonli efirda tomosha qilamiz do'stlar. Qadrli do'stlar, asosiy xabar. Mashhur model Abduqodir Husanovni uchrashuvga taklif qildi. O'zbekiston milliy terma jamoasi va Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanov tug'ilgan kuni munosabati bilan tabriklarni olishni davom ettirmoqda. 22 yoshga qadam qo'ygan legionerimiz 29 fevral kuni tug'ilgan. Bu yilgi taqvimga fevral oyi 28 kundan iborat bo'lgani uchun Abduqodir asosiy tabriklarni 1-mart kuni qabul qilib oldi. Shunday bo'lsa-da, Husanovni shodiyona kuni munosabati bilan yo'llangan tabriklarni kelishi davom etmoqda. Xususan, Abduqodirni Manchester City klubi hujumchisi Erling Haaland, Rodri, Hernandez ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy sahifalari orqali qutladi. Endi ular qatoriga Janubiy Koreyalik mashhur model va bloger Park Hee-jo qo'shildi. Mashhur bloger va model Park Hee-jo o'zining Instagram sahifasida post joylab O'zbekiston milliy terma jamoasi hamda Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovni tabrikladi. Shuningdek, model o'zbekistonlik futbolchi libosida tushgan suratini ham e'lon qildi. Kadrlarda birinchi ularning sun'iy intellekt yordamida yaratilgan qo'shma surati ham mavjud. Tug'ilgan kuning bilan O'zbekiston terma jamoasi himoyachisi Husanov. Tug'ilgan kuningiz muborak. Manchester Cityga qaytishni sabrsizlik bilan kutyapman. Shaxsan uchrashuv sizdan dastxat olishga umid qilaman deb yozgan qiz o'z ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida. Eslatib o'tamiz do'stlar, aslida Bunyodkor akademiyasida tarbiyalanuvchi bo'lgan Abduqodir Husanov professional faoliyatini Belorussiyaning Energetik Bgu jamoasida boshlagan. O'zbekiston yoshlar terma jamoalarida o'yinlar bilan Yevropa klublari nazariga tushgan Abduqodir Husanov 2023-yili Fransiyaning o'sha paytdagi Vichy chempionati Lens tarkibiga ko'chib o'tgandi. Fransiya klubida 1,5 yillik faoliyatidan keyin Abduqodirni 2025-yilning 20-yanvarda Manchester City 40 million yevro evaziga o'z safiga qo'shib olgan. Park Hee-jo esa talab yuqori bo'lgan fotomodel hisoblanadi. U ko'pincha kiyim-kechak va kosmetika brendlari bilan ishlaydi hamda olijanob uslubida
Bu uslubga asosan e'tibor va yuz va grimga qaratilgan bo'lib, maqsad imkoni boricha yosh va yoqimli ko'rsatishdir. Estetika fotosessiyalarida ishtirok etadi. Instagram tarmog'idagi unga taxminan 50 ming nafar follower obuna bo'lgan. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Abduqodir Husanovga mana shunday muxlislar albatta tug'ilgan kuni bilan tabrik yo'llashdi. Nima bo'lganda ham hamyurtimizni biz ham kommentariyada tabriklab qo'yamiz. Qadrli do'stlar, mana bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. O'zbek futboli kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.